Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Akalar, xudo xolisa bugun kashtang tozalarga videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Zotga tavsiya qilamiz. 5 dona qo'yimiz bor, hammasi bir-biridan go'zallaridan kelgan. Hammasini zotga tavsiya qilaman. Hop, birinchi partiyasiga 3 ta kashtang toza yiltiridan kelgan, Qashqadaryoning kashtangidan. Hop, bulari cho'vi ham bitta qo'ra. Urushmaydi, so'zishmaydi. Zotga tavsiya qilamiz. Tanlab olinaveradi. Tanlab olganlaringni xudo xolisa alohida ushlab, video qilib, bo'ylarini hamma yo'g'ini o'lchab ko'rsatib qo'yilaveradigan narsalar. Yeb ichishlari sog'ligi hamma yo'g'i joyida ekan. Dumbalari tikkaligi bir-biridan tikka. Mana bularda yurishiga bitta ahamiyat beringlar, obunachilar. Kiyik singari ekan. Qo'chqorlar bir-biridan go'zal chorsroq qo'chqor ekan. Hop, toqqa, dalaga hamma yoqqa yaraydi bu jonivorlar. Obunachilar bittadan like degan bo'lsa, bittadan like ni bosib, komment yozib ketasizlar. Obunachilar mana bu kashtang nima deyapti? Mana bu kashtang. Qo'chqorlarni qaranglar, jonivorlar. Bo'yi 90 plus minusda. Yosh o'yligi 4 dan endi 6-ga chiqargan. Bir martadan shu bolasi olingan qo'chqorlar. Xudo xolisa cho'vni ham yeb ichari yaxshi ekan. Hammasini narxini bir xil aytaman, tanlab olaverasizlar. Yoqqanini tashlab berilaveradi, yana alohida video qilib. 11,5 million so'mdan ozginadan xayri bor. Tikka dumbaligi hamma yo'g'i kelishgan narsalar. O'n qaranglar, o'ynashib turgan narsalar. Eng kashtang yiltir tozasi baqaman degan odamlarga tavsiya qilaman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, ishlaringizni bitirib beramiz. Qo'yga sakrashlari, hamma yo'g'i yeb ichishlariga bir haftadan garantiyasi bor. Keyingilarini olib chiqamiz. Hop, obunachilar, keyingi qo'chqorimiz Arashan qo'chqor so'ragan obunachilarga bitta toza arashanidan ham yetib keldi. Bo'ylari chista 95, uzunligi 1 metr. Xudo xolisa buni ham chiroyli qilib video qilib beramiz. Quloqlarini o'lchab ko'rdik. Quloqlari 18 plusda 18 ga olaverasizlar. Tishlari 4 tish. Qo'chqor jonivor yem yemagan ekan, Makkani tanimayapti. Bishkekdan Dushanba kuni o'tgan narsa. O'n qo'chqorni qaranglar. Uzunligi, bo'y basti hamma yo'g'i kelishgan. Dumbalari ham tikka. Oyoq kengliklari, stakan tuyoqliklari hamma yo'g'i go'zal narsa. Hop, buni ham xudo xolisa zotga tavsiya qilamiz. Zotga arziydigan qo'chqor. Obunachilar, qo'chqorlar bittadan like ga arziydigan bo'lsa, like ni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolisa bundan zo'rlarini olib kelib chiqarishga harakat qilamiz. Obunachilar, sizlardan bitta like xolos. Bizi videoyimiz ko'proq odam ko'rish uchun bittadan like ni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Jonivor deyishini qaranglar. Yem ko'rmagan qo'chqor ekan, yemni tanimayapti. Arpani yer ekan, Makkani yemas ekan. Makkaga sekin o'rgatib, yemini berib, chiroyli qilib tarbiyalab oladigan qo'chqor. Obunachilar, buni narxi ham 12 million so'm. 12 million so'mga Samarqandgacha dastavkasini besplatni qilib beraman. Xudo xolisa qo'chqor sog'lom ekan. Bemalol yoqqan odam telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, ishlaringizni bitirib beraman. Qo'chqorni qaranglar ketishini. Qo'chqorni. O'zim jullarni olib tayyor qilib qo'ydim. Mana obunachilar, jonivor yurib qo'ragan. Tayyor junini olib qo'yildi. Juni bilan olib kelib, junini olib tayyor qilib, albillarni tizib qo'yildi ishtahalariga. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasiz.